Üçüncü signal verilsin. To'xtanglar! To'xtat! Boshliq, jiddiy ahvol. Bu yerdagi har kimni so'rasang bo'ladi. O'yinning turi olmishyotidi-ki, tanarkatchilar almashmayotidi. Hadi, bu rayonning alohida odamimi? Hadi rayonimizdagi alohida tanarkatchi efendi. Bizning qahramonimiz. Hadi efendi. Men eng amroqramib haddini o'rangi. Bu yerliklar uchun Paddy odatdagi qahramon emas, maydondagi qahramon. Uyur, mening g'urur. Anlasam, osmondan oqar yulduz tushidi ekan. Shuningga o'xshash, mangimi bir yulduz uchirdi. Chiroyiga qara, chiroyiga. Nutquni anglab bo'ldim. Aldımda to'la gapdan bo'lamanma. Tekshirmayli o'lamsan, Bir qiz bolaning og'zidan bundoq gap chiqsa bo'lmaydi. usul o'ynamsan. Biz uchun o'yin o'tishdimi bak? Hayot qilish muhim. Senlar hukumatning ishini buzamsa? Biz tug'ilganda siz o'z o'rningizga tushibsiz. Biz quruq yam tushibdikmi? Her qaysining yurti, nomi kimniki bo'lmasimi? Biz sizlarga ish berib yaxshilik qildik. Sen o'yin o'ynashni bilsang, biz o'ynatishni bilamiz. Qani nerede qalding sen? Gap so'zda emas. Maydonda yengilgidek erkek bo'lsa shuni ebe. U kimkan? Maydondagi qahramon! O ikki o'yinni bir vaqtda o'ynab qalbi qiladigan qahramon. Men Paddy bo'laman efendi. Mayli qalbi qilaylik yoki mag'lub bo'laylik. Bu yezimizning ham obro'yi. Sizningcha men musobaqo o'ynagandiman. Men jang qildim.